Rivojlantirish banki yuridik shaxslar birlashma boshqarma bugun 17-iyul 2026 yil sizlarga shu qisqacha tadbirkorchilik yo'nalishlari bo'yicha azoqlik bilan kreditlarimizdan ma'lumotlar beraman. Hozirgi kunda bankimiz tomonidan BK312-385 BK60 sonli qaror bo'yicha kredit ajratilishga asar ishlatilgan bir yildan oshgan yuridik shaxslarning mavjud bo'lsa 100 million so'mdan sug'urta polisi yoki ipoteka asosida 6 yil muddatda loyiha amalga oshirish uchun guvohlarga kreditlarni ajratib keladi. Qalaversa o'zini band etgan shaxslar kafillik asosida yoki sug'urta polisi asosida biznes birinchi qadam yo'nalishida 17 million so'mdan 28% ajratib turibdi, 60 million so'mdan 25% ajratib turibdi. Chorvachilik etsangiz, pishiriqchilik, shulchilik, loyiha xizmat ko'rsatish loyihalarini ishg'ol bo'lsangiz, bemalol bankimizning shu obyektining agent safarlari yo'nalishlariga murojaat etsangiz bo'ladi.